Aka, hozir mana bitta seryozni gap. Bitta orzu qo'yaman deyapman-ku. Menga ham imkon berasizlarmi desam, dizaynga qo'shasizlarmi? Bo'ldi, realniy chiqasanmi? Seryozni. Bo'ldi, dizaynda chiqasan deysiz, biz yo'q deymizmi aka? Yo'q, agar xursandmiz. chiqaman desa. Bo'ldi, dizayn. Пожалуйста. Mana aka, mana aytdi do'stim aka. Gap yo'q. Chiqasan, shu qanaqadir bitta obraz yaratamiz, bu narsa qilamiz. Ukam, bizmi? Shokka tushib qoldim men hozir. Assalomu alaykum, omonmisizlar hurmatli do'stlar. Hozir men o'zimizni Andijonda Ekopark yonidaman. Mana bu tomoni mana Ekopark va bu turgan ko'chamiz o'sha Sarikuy ijro kompleks joylangan ko'cha borku, mana qizil domlar tagi. Taniyapsizlar, bilyapsizlar. Mana shu yerda Tasty kafe yaxshi joyga kelganmiz. Kananda bilan ovqatlangani kelganmiz. Bizlar kirib kelganimizda bitta yaxshi tarafi bor. Ko'ryapsizlar mana. Buni asosan ko'proq qizlar yoqtiradi. Foto zonasi bor. Ko'ryapsizlar mana qanaqa rasmlarga qanaqa chiroyli tushadi. Do'stlar, men bu yerda ko'rib bitta narsa hayolimga keldi. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir syomkalaringiz qilsangiz bo'ladi. Podkastlaringizni yoki kim bilandir suhbat, intervyular, o'zingiz qanaqadir sevishganlar videolari masalan ham olsa bo'ladi. Endi men sizlarga taomlarni ko'rsataman. Kamanda bilan ketdik. Qadrdonlar bilan ovqatlangani kelasiz. Mehmonlaringiz kelib qolsa ham uyaltirib qo'ymaydi. Banketlar qilsangiz bo'ladi. Hozir ovqatlarni bizga terib qo'ygan. Voy, do'te hormanglar. Mana shuncha ovqatlar. Aka, men to'g'risi buncha ovqatni nomini bilmayman endi. Endi bunaqa ovqat yeb yuradiganlar ko'rib turgan bo'lishi mumkin bizni. Assalomu alaykum. Biz endi sho'rva ichib osh yeb yurgan bolalarimiz, tushuntirib bering endi bunaqa. Bu biz Andijonda yangilikda bunimiz koksi, ya'ni холодный sup deyiladi. Ya'ni qaynoqqina yozgi kunlarda rosa ichishlik. Bu smashin cheese degan burger, bu ham yangi sirga botirilgan gribi bilan bo'ladigan narsa. Bu xrustashi baqlajon salatimiz, bu krevetkaligi, bu yopiq burger, ya'ni удобный bo'lish uchun, ya'ni yeganda, hali anaqa bo'lsa, go'shtlarga yaxshi nima bo'lish uchun, ya'ni yeganda qulaylik bo'ladi. Yopiq burgerda. Olib ezganingizda toshib ketmaydi. Toshib ketmaydigan, удобный. Ramen go'shtligi, tovuqligi bor, sливочный ramen deyiladi bu. Bu ham böyle koreyskiy, yaponskiy Mana qiz nima mana? Xo'p, bunimiz bo'sh. Zo'r, go'zal, o'ta go'zal bo'sh. Bunimiz akroshka, bu ham холодный sup, ya'ni yozgi kunlarda, ya'ni salqingina ichimlik. Xo'p, bunimiz yangilik, Andijonda birinchi marta hali hech kim olib kirmadi. Buni nomi Chicken Pops, bunisi Burger Pops, ya'ni bu go'shtlik, bunisi tovuqlik. Bularning tepasida ham qaynoq sir bo'ladi, ya'ni sirga botirilgan bo'ladi shunaqa. Do'stlar, biz mana tinmay yeyapmiz. Hozir yana keldi, sushi keldi endi ko'rib turasizlar. Sushiyasini aytib keting endi. Nima sushi? Asarti sushi. Bu yerda endi asarti sushilarimizda bu запечённый курица, запечённый краб и запечённый лосось. И bunisi холодный Philadelphia Classic degan rollarimiz. Hujumga. Bo'ldi aka. Kelingizlar hujumga. Butun barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kamina G'ayrat Mahmudov sizlar meni YouTube kanalimda sizlar hozirroq like bosib qo'yasizlar. Qadrdonlar, tashda bilan navbatdagi sonda sizlar bilan ko'rishib turganim juda ham xursandman. Bugungi prangimiz juda ham boshqacha bo'ladi degan umiddaman. Sababi hozir shu kunlarda Andijonda xush kayfiyat respublika ko'rik tanlovi ketyapti. Qiziqchilik va askiyachilik bo'yicha aynan mana shu ko'rik tanloviga bir 10 dan ortiq xalqimiz, elimiz tanigan san'atkorlar, qiziqchilar tashrif buyurgan va ularning ichida dizayn jamoasi a'zosi Sadulla Fathullayev, Dilshodbek Musabekov ustozlarimizdan tashrif buyurgan va ularni men reklamaga olib keldim. Andijonda shu Bog'shamolda oldidagi Moshna bozor yonida joylashgan yaqin guruhni ofisidaman. Bular bilan biz reklama oldik. Hozir reklamani tugatib chiqdik-da va Sadullaga oyoq kiyim olish kerak ekan. Bitta oyoq kiyim olaylik, yaxshiroq joyga olib borgan deydi. Hozir bo'ldi aka, sizni o'zim olib boraman, qolganlar yuraveringlar dedim-da. Sadulla aka bilan yo'l aka prank qilishga harakat qilaman. Qani qo'ldan kelgancha, og'izdan kelgancha harakat qilamiz. Bag'ini mo'lar, buyog'ini mo'lar ekan bilaman, like bosinglar. Bu meni taksi pranklarni boshlaganimdan beri orzuim, dizayndagilar bilan prank qilish. Qo'ldan kelgancha to'la chiqyapti. Bo'ldimi uka? Ketaverdingmi Sadulla aka? Anaqada bo'lyapti, nima edi? Nimada? Anaqada bo'lyapti. Bobur City bo'ldi-yu. Ha. O'sha yerda bo'lar. 6 ga yetib borishimiz kerak ekan, o'sha 5 dan oshib sal faqat tezroq yurasan, hozirmi? Bo'ldi aka, muammosi yo'q. Bu menga qarash qilib Nima? xavflisan desa, ko'rsatuvlaringni ko'rganman-ku. Kamera yoqib olmadingmi ish qilib? Yo'q, To'g'risini ayt. O'zi kamera qo'yilmagan bitta mashina bizni mashina qoldi xolos, boshqa hamma joyda Andijonda kamera bor o'zi aka. Hammaning-da yo'qmi? Yo'q, Sadulla. Mashinaga o'xshaydi. Siz hurmatingiz baland. Men sizga yashirin nimadir o'rnatib olib, nimadir qilgani, yuragim betlamaydi meni Sadulla aka. Xo'p, voy, adabiy gapirishing shart emas. Yo'q, endi hali hurmatingiz balandligini bildirib qo'yay deyman-da, hurmatingiz balandligini. Rahmat. Umringiz bo'lsin. Charchamayapsizmi o'zi aka? Charchash yo'q, rahmat. Mana shu yerdan burilib olsam marra menikida. Bu oyoq kiyim olamizmi hozir shunda? Yo'q, ulgurmaymiz menimcha, sekin anaqa haydayver. Qayerga? O'sha Bobur Citymi nima deding? O'sha yoqqa haydayver uka. Sekin. Bitta to'linglar. Nari betga o'taman deb, nari dunyoga o'tib ketmasin yana. Gap yo'q. Sadulla aka, siz ham bayonlarga o'tib ketdingiz-a usta?
usta deb yuboryapman. Usta desam bo'laveradi. Xafa bo'lmaysizmi? Men yoshligimda slesarlik ham qilganman, duradgorlik ham qilganman. Usta. Shunga usta Biz desam, o'yin ustozlarni usta deymiz, o'zimiz ham usta deymiz. ustoz deydigan darajaga yetdinglar sizlar ham. Bu deysiz-ku siz. Hali qara. Sizga bilinmasa kerak-ku. Hali shogirdmiz. Qaraman. Andijonga kelib olaman-u. Xo'p. Shev ham Andijonga qarab ketib qolaveradi, gaplashaman. Rostdan ham hozir. Chunki rosa oshnalarim ko'p-da Andijonda. Ha. Men ko'p kelganman, bilasan, hali shogirdlarim ko'p edi bu yoqda. Tayyorlaganman, eshitakanman. Rosa qivizlarga tayyorlab. O'shanga ko'p kelardim, shevasi yot bo'lib ketganda. O'sha kelaman, bo'ldi hali andijonliklar bilan o'tirib qolamiz. O'zi avtomatik meni atikdan, ustidan kulish uchun yoki anaqa emas, qanaqadir. Hali o'xshatmoqchi bo'lish uchun emas, o'zi avtomatik tilim ketib qolaveradi, shu. Ketib qolaveradi. Nega yaxshi gapiryapsiz? Meni ham dilim qandaydir toshkentlik odam bilan gaplashib Toshkentliklarda ketib qolaveradi. Toshkentlik odam bilan gaplashayotganimda dilim Toshkentga ketib qolaveradi. Bitta biyab kerizagingizga berib oldim. Tilingni mendan qaralab tashlaganga o'xshadi. Qiyin, lekin biz endi Toshkentda ham biz boshqa Andijonga gapiramiz, lekin har doim. Sen Toshkentga mana borasan-ku, sen TVZlarga, boshqa bir narsalarga. Sen o'zingni kruging bilan borasan, andijonlik oshnalaring bilan. O'shalar bilan yurasan, o'shalar bilan gaplashib yurasan. Toshkentliklar bilan o'tirib qolsang, yarim soat, 1 soat. Men bu yerga Andijonga kelib 15 kun, 20 kunlab yashab, atrofimda faqat andijonliklar. Ha. Bu bitta o'zim Toshkentdanman. Bu anjanchani o'rganib ketasan-da. Mashina bo'ladi. Borganda qiynalmaganmizga. Qaytib borganda, unchalik emas. qaytib borganda, "Ada, mana bitta savol bor-da. Mana nimaga sizlar tarqab ketmayapsizlar?" Men har doim o'ylanib chiqaman. Dizayn nimaga tarqamayapti? To'g'risini aytgan, intervyuda o'tirganga o'xshayman. Yo. To'g'risini ayt. Yo'q, nimasini to'g'risini? Nima to'g'risini aytdi aka? Nimasi to'g'risini aytdi? Kamera bekitgansan qaqqadir uka. Yo'q, bekitmagan. Sadulla aka, mana qarang, men u taksida prank ko'rsatuvni ko'rgan ekansiz-a? Yo'q, ko'rgansiz, bilaman. Men nima, hamma ko'rgan. Muxlissiz, bilaman, oilaviy ko'rasizlar. Yo'q. Mashina ichida jala. Yo'q, qarang. Bo'pti, kecha ham ancha aytolmayotdingiz balki. Bir aka aytasizlar, baribir. Nima aytaman? Mana shu muxlisligingizda baribir o'rganasiz. Siz oilaviy kuzatamiz. Ayniqsa ayam bilan dadamni. Yo'q, dedi sizlarda buni eshitish mengachi ashi zo'r bo'lyapti aka. Sen точно ekan. Hech bo'lmasa galasi ukam xafa bo'lma. Podozrение qilayotganimga xafa bo'lma, просто boru. Tarqalaverib bo'lganman ukamman voy. Ko'rgansan. To'g'ri. Yo'q. Videoyim ham tarqalgan, galasi ham tarqalgan ukam. Men Sadulla aka, yo'q, Sadulla aka. Qo'y undan ko'ra o'ynab beraman. Aka, mana bitta kamera deganda, kamerangga qaramay o'ynab beraman. Sadulla aka, men aytaman, tomoq chataq, bo'lmasa o'ynab berarsiz aytganimda. Aslida hazillarimiz ham bor. Yo'q, ishlasa yo'q. Xotirjamdi. Maza qilib birga kulishaylik, gaplashaylik. Ishga borguncha deyapman. Sadulla aka, bir narsa bo'lsa, men o'zi taksida prankda mana aka. Kimlar bilan qilaman mana? Sizga aytay shuni. Yoki mana pikda turgan zvizdalar bilan qilaman. Hali trend bo'lib, PR chiqib turganlar bo'ladi-yu. Shunaqalar bilan qilaman. Yoki-da ayollar bilan, qizlar bilan qilaman. Shunda zo'r ketadi. Hozir o'shanda ikkalasiga ham to'g'ri kelmadi. Yo'q, hali 2021-22-yil boshlaganlarim paytim bor-ku prank. O'sha paytda sizlar pikda turgansizlar, o'shanda sizlarda. Hozir bo'pti, sen fikringcha kim hozir pikda? Yo'q, endi pikda qalar ko'rsatsammikan hozir pikdagi odamni. Bala. Qo'ling silib ketmasin, men yoqqa xayrli ketaydi o'zi. O'zi-di. Qo'lingni o'zi chustut qilib men yoqqa qarab nima bo'lib ketgisi kelyapti. Yo'q. Sadulla aka, gaplardan xafa bo'lmang. Xafa bo'laman, ukam hazil qilyapsiz. Yo'q, mana siz ham meni taksi bilan ko'raman, kuzataman, mana muxlisman degandek qilyapsiz-ku. Shunga bitta fikr kelib qoldi. Shunchadan beri men dizaynga qo'shilishni orzu qilib yurardim-da. Endi o'sha mana sizlar muxlis ekansizlar, endi sizlarni qo'shib olsammi o'zimga degan fikr ham kelib qoldi hozir. Ha? To'g'ri. Oyiga qancha beri? Ayting.
voy. Ayting. Ayamga demadim. Oyingizga qancha beradi? Dadangizga qancha beradi-yu? Oyiga. Kimnidir oyisiga. Bu месяц. O'rcha, bu месяц ukam mana. Yo'q. Oylik qancha olyapti? Senga ancha qilish kerak shekilli. Yo'q, sizlar- Hisob kitobni olyapti o'zi. Saqasi bormi degan joylar. Saqasi shitir, ishchi bitir soqqani cho'ntakka sol. Ana shunaqa bo'lsin-da uka. Shunaqa, yo'q. Menga hali men o'zimga qo'shib olaman. Просто men sizlarga devziradan oshqa beramanlarga ish bitmayapti. Yo'q, aka mana sizlar mana nimaga tarqamayapsizlar deyapman-ku. Shunga savol javob bermadingiz aka. Men tarqibkam. Yaxshisi tarqamaydi-da o'zi. Yaxshi tarqamaydi. Yaxshi tarqamaydi. Yo'q, siz meni noto'g'ri tushunyapsiz aka. Yo'q, Yo'q, mana oxirgi 3 yillik konsertlaringizni aytyapman, birov kesib tarqatmayapti, hech qayda shu ma'noda aytdi. Shu ma'noda aytdi. Turkiya konsert просто bor intervyu bersak ham tarqalib yotibdi ukam. Yo'q, biz oxirgi paytlarda Bizda konsertlar bor-ku. Qarasa aytsan-ku, sizlarning konsertinglar tarqalmayapti deysan-ku. Bizni konsertchi tarqalmaydi, bizni konsert boshqalarni tarqataveradi. Gap. Sen syomka qilmayapsanmi? Yo'q. Ertaga kelgan olim chiqib ketgandan keyin ish qilib, "Yo, men millionchilar bilan o'zi do'stman." Bravo, bizni oshnalarimiz qilib yurmaymanmi? Yo'q. Просто prikolga gapiryapman. Yo'q, hech narsa yo'q aka mana. Qadrdonlar, to'xtab turinglar. Sразу reklama chiqdi deb ekranga mana ikkita urib 15 sekunddan o'tkazib yuborishimga yo'q. Sizlar uchun foydali video ko'rsatmoqchiman. Hozir men Andijonda, Bog'shamolda, Moshna bozori yonida qurilayotgan yaqin guruhni shu uylarning oldidaman. Xullas kalom, kvadrati 400 dollardan birdan to'lashga. Agarda muddatli to'lovga olaman desanglar, 6 oygacha o'zi narxini berib beramiz. 450 dollardan bo'ladi. И mana -1lari bor. Ko'ryapsizlar, ya'ni -1 nima degani? Podval bo'lib podval emas. Uyda yarmi yerda, yarmi tepada turadi. -1 shunaqa. Shuni 10 ming dollardan boshlab olaverasiz. Endi 3 xonali, 1 xonali, 3 xonaliga qarab turib 10 ming, 11 ming shunaqa bo'ladi. Boshqa orqasiga krediti, foizi hech narsasi yo'q. Shuning 10-11 ming bilan yopiladigan narsa bo'ladi. Endi kvadrati 350 dollardanligan bor, mana bu tomonda qurilishlar bo'lyapti. Mana shu tomonda mana 350 dollardan olaverasiz. Buni muddatli to'lovga 400 dan olasiz 6 oyga bo'lsa. Va yana bitta narsa, mana bu tomondagi uylar 2 oyda sizga topshiriladi. Mana yangi qurilayotganlar 5-6 oyda sizga topshiriladi, xudo xolasa. Bitta eng zo'r fishkalardan bittasini aytaman. Endi Moshna bozor bo'lgandan keyin doim odam ko'p bo'ladi. Endi aholilar ko'chib keladi bu yerga. Mana ko'rasizlar mana -1 tepasi birinchi etaj faqat do'kon uchun qilinyapti. Yangi qurilayotgan mana hamma do'kon bo'ladi. Do'konning kvadratini 500 dollardan deyishyapti. Do'konlarda ham ofis nimadir qilgan sotuvchilar bo'ladi va yana telefon qilib gaplashaveringlar. G'ayratdan oldim deb turib 500 dollardan o'tib berishadi. Hozir tushuntirib, uqtirib qo'yaman hammasiga tayinlab. Mana bu nomer profillarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yaqin yuribdi nomerlari. Meni nomimdan telefon qilasizlarda uyda olinglar. Men olib oldim men uyda. Yaqinda oldim degan videolarimni qo'yaman. Endi sizlar ham olinglar deb yaxshi narsani ilminyapman. Bosinglar do'stlar. Mana. Yo'q, просто boya aytdimi, mana syomka qilayotgan bo'lsang, etib qo'ysang. Yo'q, Sa'dulla aka, nimaga o'ynab ber. Shug'ullanaverasiz, jon aka, nima? Qanaqa qilib ishontiray men sizni, aka? Aytdim sizga. Qatdan biling, kim bilan o'tirsang chiqyapti video. 3 yil oldingi holatingiz bo'lganda, aka, biz sizni qilamiz Sa'dulla aka. Hozir o'zi tarqalay deb bir-biringlarga endi kulib tursizlar, ichinglarda so'kirib turganga o'xshab tursizlarmi o'zi bir-biringlarga aka? Pastda. Bir urvoray deb turibsizlar. Qilibida turibdi. Oriyat kuchida turganga o'xshab turibsizlar hozir aka. Qilgilini turibdi deydi-ku. Ya, alhamdulillah, biza Xudoga shukr. Mana qararsa-da, bizada ham urush janjal bo'ladi. Bizada ham hali kelishmovchiliklar bo'lib qoladi. Bilasan-ku, ijod qilgan qiz misol komandada ishlagan bo'lasan-ku. Senga endi o'rgatib o'tiradigan narsa. Просто mana bizada ham bo'ladi. Bizada faqat bitta narsa borki, balki yoshimiz katta, yoshimiz bir-birimizga yaqin bo'lgani uchun yoki bo'lmasam hali nimadir ichimizda misol degan yoshi katta borib, bolalar shaytonga hay beringlar deb turadilar yoki men aytib turaman yoki kimdir bir-biri bilan talashib qolsa, bitta odam borib yarashtirishga harakat qiladi. Hech bo'lmasa xuddi shunaqa narsa bo'ladi. O'shaning uchun ham men endi kim bilan kim demayman, misol uchun bizada orada даже ozgina shu g'idi-bidi bo'lib qolganda, bir-biri bilan qanaqadir urushib ketib, gaplashmay qo'yganda ham Elmurodning konserti payti edi. Farg'onaga kelib turib, shu yerda yarashtirib qo'yildi-da, bir-biri bilan. Cho'sa kim-kimligini aytib o'tirmayman endi. Bo'ldi. G'iybat bo'lib qolmasin, davomman-da. Bo'ldi. Aka qaranglar.
hozir sizlar urushib qolgan paytinglarda Sen ne unaqa? Yo'q, qarang. Xuddi televideniyada o'tirganda Yo'q, yo'q. aka qaranglar. Yo'q, qanaqa? Qarang aka. Uyinglar yaxshimi deb so'ra. Sadilla aka mana hozir. Keling yaxshimi? Ayaz, dadingiz yaxshimi? So'ra undan ko'ra. Anaqaga o'xshaysan, realni yani. Mana qarangda aka qo'ysan, nechtasan? Qanday ritim deydi. Yo'q, endi ham yaxshimi deyman, yaxshi bo'lmaganda shu paytgacha yashamasdingiz. Yaxshi bo'lgan shu yashayapsiz. Ha. Mana men hozir o'ylab qoldimda, mana sizlar urushib qolgan paytinglarda Elmurod akam konsertga kelib yarashib ketibsizlar. Shunaqa bo'ldi. Hozir yana bunga 1-2 yil bo'ldi. Hozir yana urushyapsizlar ekanda, xudo hozir men ham konsert qilmoqchiman. Bunga ham chaqiraman, bitta kelib yarashib ketasizlar. Shu sanikida tarqalib ketsin kerak. Saniki konsertini 100 talik tarqalib ketamiz-ku. Alohida o'tirib ketasizlarmi yo kelib, ha? Ya xudo asrasin uka. Endi men prosta senga misol bo'lish uchun ertaga misol sen ham baribir oshnalaring bilan ish qilib qolishing, ne только u konsert masalasida, misol uchun chista ulfatchilik qilib yurgan qo'shni og'ayning orasida ham kimnidir qanaqadir sovuqchilik o'tib qolsa, birinchi bo'lib yarashtirishga harakat qilsang yaxshi. Endi ukam hadisam bor-da, ikkita bir-biri bilan urushib qolganni yarashtirganni, ayniqsa ular er-xotin bo'lsa deylik, yoki yaqin oshnani yarashtirib qo'yganni ajri savobi juda katta-da, ukam. Juda, men o'shaning uchun senga prosta kak nasihat sifatida, okey sifatida, olsang, muxlissiz sifatida qabul. Mashina oldim. Ha, mashina oldim. Muxlis deganingiz sifatida qabul qilsangiz. Bo'ldi. Mashina oldim. Mashina olasan. Muxlis sifatida gapirgan gapingizga quloq soldim. Sal badingga solaman hozir. Sal badiylashdim. Sadillaga mana endi to'g'risini ham aytish kerak aka. Sen nima unaqa gapirasiz? Yo'q, men oxir paytlar o'zi hamma bilan shunaqa gaplashadigan bo'lib ketdim. Men uyga ham kirib, assalomu alaykum dada, bugun assalomu alaykum aya, bugun dasturxonimizda qanday ovqat? Yo'q, Sadilla aka, endi sizlarni biz haligi maktabda o'qib yurgan paytimda diskilarni oilaviy dastur konsertlar to'plab yodlab yurib, sen ham oilaviy tomosha qilgansizlar. Endi siz bizni bu paytlar bilmagansiz. Siz endi meni 2021-yil bilmagansiz dema. 21gacha, uka. 21-yil aka meni taksi pranklarimni 3 sonidan she'ring bor sana, ana she'ring bor. Qaysi? Tez yetadigan she'ring bor, duoli she'rchi. Bormi o'sha? Qayerda o'qigansan birinchi marta? Birinchi marta? Ha. Toshkentda sahnada o'qiganman 2017-yil. Andijonda qayerda o'qigansan birinchi marta? QVZda o'qiganman, ha. Nechinchi yil edi o'sha? 2016-17da. Men seni o'sha paytda ko'rib taniganman, uka. Yo'q. Seriozniy aytolmasan. Men o'shanda Alisherlar bor-ku. Mana o'shalarni men tayyorlardim bu yerda. O'sha yili ko'rib eslab qolganman, uka. Qoyil. Men shu paytgacha birorta hazilingizni eslab qololmaganman. Bilmayman, saviyasi juda bo'lsa kerak. Bu menimcha ijodkorning saviyasida bo'lsa kerak-a? Mayli, hozir Andijondaman, mehmonman. Mehmon Ali o'zini izzatini bilishi kerak degan joyi bor. O'shaning uchun indamayapman, uka. Qarang, demak meni narsalarim kuchli bo'lgan ekan-da. Siz shu darajada eslab qolishingizga nimaga shu paytgacha rasm o'chirib demagansiz? Emas, prosta meni xotiram yaxshi bo'lgan. Sen meni tupoy Yo'q, agar seni narsang kuchli bo'lganda, men emas, xalq eslab qolgan bo'lardi. Ona bag'iya bor. Yaqin-yaqinga. Ag'iyam bor. Yaqin-yaqingacha sizni beqobil aka deb yurardim o'zi. Bo'lardi. Bu bag'iya bor. Lekin sizlar oting nima sani? To'g'risi-da. Yo'q, o'zi otingda, g'ayrat demadingiz. Yo'q, seriyoz, g'ayratmi? Tanishgandan xursandman. Rahmat. Yo, endi hazildan tashqari ukam, mana seriozniy nasihat. Men senda hali unaqa sezmadim. Hali kibrlanish boshqa. Hech qachon ukam dunyodagi eng san'atkor bo'lib ketsang ham, misol uchun, eng zo'r san'atkor bo'lib ketsang ham, o'zingdan ketib qolma. Ustozlarim bor do'stlar, Elmurod akam primo ustozim do'stsa, mayli, bizaniki g'oyibona ustoz do'stsa, mayli, biz lekin shu Elmuroddan xabar olib turgan ukam, hol-ahvol so'rab turgan tez-tez. Men juda ko'p shogirdlarim, ukalarimdan men xafa bo'lganman-da, ochiq aytaman-da, ukam. Telefon, men undan pul so'ramayman, uyimga 4 ta non ko'tarib kelsin demayman. Onasi zamon ukam, men telefon degan zamon bor-ku. Biroq telefon, SMS yozib qo'ysa bo'ladimi? Xatami? Ustoz, qanaqasiz, yaxshimisiz deb qo'ysa bo'ladi, to'g'ri? Shunga ham yaramaydigan bo'lib ketdi-da. Men senga aytmoqchi bo'lganim, shunaqa bo'lib ketmalaring, nima bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi darajaga yetishingdan qat'iy nazar, men hali ustozingdan o'tib ketib,
ustoz hech kim emas bo'lib ketib, sen zo'r bo'lib ketsan ham bilginki, sen ustozingdan har doim orqada yurgan bo'lasan-da. Men o'zim lishni shunaqa fikrlayman. Ustozlarim men uchun baribir ular qatta deb hisoblayman. Men hali uni darajasiga yetmaganman deb hisoblayman. Qaysi darajaga yetsam ham. Shunaqa bo'lgin degan ma'noda aytmoqchiman. Alo, aka, nomeringizni yozib olay, bir yo'la, o'zi shaxsiy. bo'ldi. Berib tur, yoz beraman. O'zimga tushirib qo'ysam maylimi? Ko'p bezovta qilmaymisiz siz? Oilaviy ko'rib turganda eslab turamiz. SMS yozib, bizdan salom eting. Chaqirmayapti. Chiqishing yo'qmi, ukam? Yo'q, to'g'risini ayt. Men o'zimga qo'shib olasamchi, qayerga ketdi? Yonog'ligingiz yo'qmi? Yo, noto'g'ri terib qo'ydim. Mana telefonim. Mana endi Oling telefonni. Ko'taravering. Ko'taravering. Alo. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Hol ahvol so'rab qo'ydi, telefon qildim. Rahmat, kim edi bu? Qarang, mana ujme yo'qlashni boshladim hozirdan sizlar. Birinchi sirazi. Yo'qlashdi emas, yo'q qilishdi. Yo'q. Yo'qlashni sirazi, yo'qlashni boshladim. Yo'q, hurmatingiz cheksiz, Sadulla aka. Rahmat, boringlarga shukr ukam. Men mana shu paytgacha Otingni nima dedingmi? Mustang deb qo'yapti. Hozir yut farzandi deb. G'ayrat. G'ayratov. G'ayrat. G'ayrat-da. G'ayrat. G'ayrat so'ngni deb qo'ying. G'ayrat so'ngliymish. Nasib, xudo xolasa ko'rasiz inshaalloh. Mana aka, mana pirli mashinada o'tiribmiz, durujbalarda 10 kunlab konsert beraman inshaalloh. Yaxshi niyatim bor. Kam yaxshi niyat qilaveringlar. Xudo xolasa. O'sha bir hafta 10 kun, hali men bitta narsani aytaman, Shukur akam ustoz Isroili bor, Shukurlar Isroili ustoz aytib berganlar-da. Men adashmasam tikda intervyuda ham aytdim. Men ularning uylariga kirib, hali yangi uchastka qilganlarida, o'sha yerda mana shu yangi uchastka qildim deganlarda uyga kirganmiz. Endi juda chiroyli uchastka qilganlar. Men rosa havas qilganman. Inshaalloh aka, men ham shunaqa uchastkalar quray. Juda fayzli ekan uyingiz desam, ukam yaxshi niyat qilavergin deganlar menga. Mana shu Muhir akam rahmatlikni uchastka qilayotgan joylarida biz Ozod bilan g'isht tashirdik, loy tashirdik, mana shunaqa hali qarashib shogird bo'lishgan-ku. Ozod akam bilan aytib berganlar endi. Ular bir-birlari bilan o'rtoq bo'lishgan. Ozod bilan bizni ular to'ylarga ketishardi yoki konsertlarga ketishsa, biz Ozod bilan o'sha ishlarni qilib bo'lib, tepaga qarab, kechki salqinda tepaga qarab yotib, Ozod, xudo xolasa sen ham shunaqa artist bo'lib ketasan. Mana shu Drujbada bir oy konsert berasan, men shu konsertingdachi chiqish qilib beraman, kuldiraman odamlarni deb gapirib yotardik. Ukam farishta omin degan. Biz Ozod akam bilan salkam bir oy konsert qo'yib, o'sha yerda men rostdan ham qiziqchilik qilganman deganlar-da, tushunsan? Shuning uchun har doim yaxshi niyat qilish kerak. Ularli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, jannat so'rasangiz ham qaysinisini so'rang deganlar? Eng buyugini so'rang deganlar. Jannat so'rasangiz ham eng buyugini, Jannati naim, jannati rayyon, jannati firdavs degan bor. Eng buyugini so'raylar deganlar. Shunaqa, Allohdan qancha ko'p so'rasang, so'rash ham ibodat ekan-da, ukam. Yana domlalik qilyapti, nasihat. Yo'q, o'zi o'sha hazilingiz yemagandan keyin ibratga o'tib ketayotganingizdan sezilyapti o'zi. O'sha sizni o'zi oxirgi paytlar o'sha konsert hazilliklarda ko'ra intervyular ko'p ko'rilyapti o'zi. Shunaqa bo'lyapti. Yig'lamsirab tayda endi ukam yoshimiz ham katta. La muzikalar bilan. Yoshimiz ham katta bo'lib qoldi shekilli. Menda qalin, bachkanaliklar yarashmayapti shekilli. Shunga bo'lsa kerak ekan. Shunga bo'lsa kerak. Yo'q. Bolalardan nechta bo'lgan uka? Bolalardan, xudo xolasa, ikkita, bir o'g'il, bir qiz. Necha yosh bo'lishdi ular? Kattasi 5 yosh, kichigi 2 yosh. Ular maktabga Chiqaraman. Qizi hali erga tegadigan yoshga yaqinlashib boraversin. Bashiringni qanaqa seryoznilashib borayotganini o'shanda ko'rib boraman men ukam. Hozir ani o'zingcha mashinaga qizlarni qiziqib, yo'q, xo'sang. Lekin o'sha qizing katta bo'lgan sari uyga borganingda
adan qiz kim edi? Syomkadagi deydigan darajaga yetganda, seryozniylashyotganingni ko'raman. Qizim katta bo'lib borgan sari praglarda blokka tiqib boraveraman. Bitta bichirib boraveraman. Ungacha hali ko'raman. Yo'q, Sadil aka endi hazil u aka dizaynga oxirgi paytlar nimadir yetishmayapti. Bilyapsizmi o'zingizam? Bilaman, ukam, har doim. Menga shu paytgacha mana qarang, Sadil aka, men shu paytgacha mana ustozim Elmurod aka sizlarda chiqqan-ku, men ham dizaynda chiqishni orzu qilganman-da men ham. Endi o'zi orzu qilmayapsan? Qo'shilsam, o'sha men ham birgasam zo'r. Qancha joylardan taklif tushganki, yo'q deganman men. Normalniy komandalardan taklif tushgan, dash chetdan ham yo'q deganman. Endi ukam hayotda kimdir katta xato qiladi. Shu eng katta xatoyim bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Men endi prosta hazil-huzul qilib kelyapti shekilli, bilmayman shunaqa gaplarni bilib turman, nervimga tegmoqchi bo'lib. Yo'q. Mendan chunki men ham askiyachilar ustozlar bilan o'tirib qolsam, Mama Siddiq akamgilar, rahmatli Hatam akamgilar bilan, Anjonli Mama Siddiq akani yaxshi taniysan, ular bilan o'tirib qolsam, men atidan ularni nervga tegib gap tashlayman-da, ularni gapini olgim kelyapti, tushunsan? Sen ham значит menikini olging kelyapti. Gapingiz. Gapingiz. Qarang, saviya shu darajada gapni boshlaganingizda oxirini bilib turibman-da. Voy. Shu darajada o'zingiz gapingiz deyapman-da, bo'lmasdan sirazi tayyor turibman men. Sirazi oldin olib turibsan. Sirazi, yo'q. Gapingiz. Qarang-da, endi bitta gap aytaman, aka. To'g'risini aytaveraman endi aka. Aytaver, nima syomka bo'lyaptimi? Boya ses bo'ldim, syomka bo'layotganini ukam, gapirishingdan. Azizlar degan shunaqa demading xolos-da. Yo'q, Sadil aka. Nima? Baklashgan o'ynayvermi? Yo'q, bir narsa bormi? Yo'q, sizdan shuni sizdan zo'roq qilib qo'ying. Nima, u narsa beraymi sen? Yo'q, men o'zimdan zo'roq qilib qo'yavering. Aka, mashinada to'g'risini aytsam, yashirin kamera bor, baribir taksida prank bo'ladi siz bilan. Baribir yashiruvdim aka. Ukam, boya sezuvdim, baribir. Boya qachon endi? Qachon boya endi? Necha marta aytdim-ku, gapirishing, uyga kirsang ham ayajon bugun mana qanday ovqat deb hech qachon unaqa gapirmaydi odam. Mana hozir mana o'zim bilan gaplash, mana kamera yo'q deb hisoblayman, men bilib topolmadim, bila qaqqada ketgansan. Aka, mana. Voy bilad, mashina ichiga tiqtirganmisan kamerangni? Aka, ha. Yomon tiqtirgan ekansan. Bilinmay tiqtirgan ekansan. Mana shu joylarni qo'ymasang lekin. Qaragin-da. Hammani yegan joylaringni kesib, faqat meni yedirgan joyingni qo'yib chiqmagin. Yo'q. Qaragin-da. Unda to'g'ri kelmaydi-yu. Yomon bekitibsan lekin. Men nabarat imkon qadar sizni gaplaringizni kulgiliroq qilib ko'rsatishga harakat qilaman montajda. Boshqa payt qiyin bo'lyapti-yu. Shuning uchun shunaqa savollar berayotgan ekansiz. Boshqa payt sizga qiyin bo'lyapti. Aka, maqsad sizlarni ko'tarish bu yerda maqsad. Maqsad ko'tarish aka. Maqsad ani Instagram, YouTube'dan pul qilishmasa. Yo'q. Bashirayni qarang. O'yiniga qarasang o'zing ishonmaydigan darajada yolg'on u bu. O'zingga o'zing gapirsan. Aka, "Ya, qilsa deb qo'yasan-ku, ukam o'yiniga qarab." Aka, ko'rsatuvda ichida 4 ta reklama ko'rsa sap bo'lmaydi. To'rtta reklama. Gazini boshlaning, ukam. Men har doim aytganman. Sadil aka. Ani ukalarga, shogirdlarga har doim aytganman. Qancha ko'tarilib, qancha zo'r bo'lsalaring, biz shuncha xursandmiz, seryozniyda, ukam. Endi tepalikda faqat o'zimiz yursa ham bo'lmaydi. Kimdir kelish kerak yonimizga, uka, zerikadi. Gap. Aka, hozir mana bitta seryozni gap. Agar mana dizaynda chiqishni orzu qilganman deyapman-ku. Menga ham imkon berasizlarmi desam, dizaynga qo'shasizlarmi? Nima deganing, ukam bu? Bizda chunki mehnat qattiq bo'ladi, ukam, seryozni aytamiz. Bo'ldi, realniy chiqasanmi? Realniy chiqasam, seryozni. Hozir aytolsa, chiqqim kelyotgandi, chiqqim kelardi, prosta xijolat bo'lardim deyapsan. Realniy chiqasammi? Hech qachon shogirdlarga yo'q demaganman. Chiqaman aka. Bo'ldi. Bir oy, 1,5 oy kamida repetitsiya bo'ladi. Endi agar vaqting bo'lsa, ssenariy yozilayotgan paytda ham kelsang kelaverasan, unisi farqi yo'q. Bo'ldi. 1 oy, 1,5 oy repetitsiya kelasan. Endi Elmurodda imkon qadar uni ish ko'p bilasan. Seni ishing yo'q demoqchi emasman, prosta uni ishini hisobga olib, u sal keyinroq keladi-da. O'shanga yarasha rollarini, o'shani nima deydi, qisqaroq. U asosan boshlovchilik qiladi-yu. Qaysidir obrazda bitta joyda chiqib bermasa agar konsertimizda, asosan boshlovchi. O'zini narsasini o'zi tayyorlab yuradi demoqchiman. Tushunsan? Lekin sen sahnada biz bilan rol o'ynab chiqishing uchun
kelish kerak edi. 1 oy 1,5 oy bitsa ekan. Bo'ldi, dizaynda chiqasan deysiz, biz yo'q deymizmi aka? Yo'q, agar Xursandmiz. chiqaman desa. Bo'ldi, dizayn. Пожалуйста. Bo'ldi. Mana aka, Bo'ldi, mana aka. aytdi do'stim aka. Gap yo'q, gap yo'q. Chiqasa shu qanaqadir bitta obraz yaratamiz, bu narsa qilamiz. Ukam, biz hech qachon shogirdlarga yo ani chetda o'ynasin, biz o'ynaymiz rolni demaganmiz hech qachon. Bo'ldi aka. Rahmat katta. Shu, Men hozir vashi yuramizmi? shokka tushib qoldim men hozir. Yuramizmi? Bo'ldi. Yo, o'zim haydab olaymi? Bo'ldi, aka. Aka gaplarimdan xafa emasmisiz? Yo, nima xafa bo'laman ukam. O'zi boya sezdim domani, o'zi sezdim, lekin haqiqatda kamerani borib joyini topgan ekansan sen. Yo'q. Real men mamtadan qidirib yurdim-ku. Yo'q. Aka xafa emassiz xullas. Bizni mana endi bu ko'rib turganlar hammasi endi sizlar taniydi bular endi. Ya boringlarga shukur. O'zi asli sizlarning muxlisinglar, men sekin-sekin olyapman o'zimga. Endi boshqacha gapirishingizni qarang. O'zi sizlarning muxlisinglar, endi sekin-sekin tortyapman o'zimga. Lekin baribir oilaviy kuzatamiz sizni. Rahmat. Omad uka. Aka, Omad, faqat omad. 1,323,000 obunachim nasib deb qo'ying. Voy. 1,700,000 obunachilik inson sifatida sizga nima demoqchiman? Jamoamida u bizga yakkalik. Nimaga? Jamoaviy. Mani bitta o'zimni podpischigim ekan. 1,600,000 bo'laveradimi? Endi men prosta bunaqa maqtanib, kibrlanib, san podpischiging qancha o'zi degan gaplarni yoqtirmayman-da. Ya, chista omad ukam. Boya aytdim-ku, qaysi darajaga chiqishingdan qat'iy nazar, qanaqa urovingga chiqishingdan qat'iy nazar, o'zing bo'lib qol bo'ldi. Rahmat. Hozirga g'ayrat bo'lib qolsang bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat. Qadrli do'stlar, keyingi pranklarda Boshlar, bu o'zing gaplashma. kimlar bilan bo'lishni xohlaysizlar? Kimlar bilan tasida prank qilishni xohlaysizlar? Yozib keting. Charchamanglar.